Biznes o'zi nimaga kerak? Tinchgina o'qishni bitirgandan keyin oylik ishlasa bo'lmaydimi degan savol ko'rib chiqamiz. Odam konkret haqiqatlar ochish kerak. Universitetda sizga aytmaydigan gaplarni aytaman men hozir. Universitetni bitirdingiz, davlat ishiga kirdingiz. Mana men masalan davlat ishida ishlayman. Oladigan oyligim $400 deylik, mana masalan $400. $400 men 2 soat, 4 soatda topaman ekan. Частный bir dars o'tishim soat $100 dan o'zi agar haligi o'tadigan bo'lsak, personalniy nima edi oti, konsultatsiya, konsalting qiladigan bo'lsak, firmalar kelishadi har xil viloyatdan undan bundan. $400 bir soatda 2 soatda topaman men. Nimaga men bir oy davomida bunaqa oylik olaman diplomatiyada? Buni o'ziga yarasha motivlari bor. Diplomatiyada dars berishimizni, lekin o'shani oyligini misol qilib ko'rsataman sizga. Tasavvur qiling, men tadbirkor emasman, kelib turadigan joy yo'q, faqat mana shu mening oyligim. Shu Toshkentda yashashga yetadimi yo yo'qmi? Kim viloyatdan, Toshkentdan emas, tagi qo'l ko'tarsin. Bu yoqda uy borlar qo'lni tushirsin, uy borlar. Uy borlar qo'lni tushirsin-da, kvartirada turadiganlar, o'qishdan keyin ham kvartirada turadigan qo'l ko'tarsin. Bo'ldi. Qarang, $400 oylik olyapsiz. Bu ham bo'lay normalniroq ishga kirsa 400 berishadi. $400 oylik yetadimi yo'qmi? Oilangiz bor, tasavvur qiling, uylangansiz, alohida yashaysiz, bitta kvartirasini nima qildingiz, qancha arendaga ketadi? 200 ketdi arendaga, 200 qoldi. Xo'p, ishga borib kelishingiz, obetingiz va kutilmagan xarajatlar 100 ketadi, to'g'rimi? Ishingizni o'zida, sizning o'zingizga ketadi bu. Qolayotgan 1 million so'm siz butun boshli bir oyingizga to'lanadigan alohida oylik xolos. Siz kuniga qanchadan ishlayotgan bo'lasiz unda? 33 ming so'mga ishlayotgan bo'lasizmi? Bizning qishloqda bolalar shu ertalabdan kechgacha ishlasa 60 ming topadi-da. Shu narsani to'g'ri tushuning. Siz 33 ming uchun ishlayotgan bo'lasiz. Realni o'ziga qoladigani, mana o'zi formulasini ko'rsataman, 4 xil hayot tarzini, lekin sizning qo'lingizga qolayotgan 30 ming so'm uchun borib kelyapsiz. Buni tushunish kerak, to'g'ri tushunish kerak. Farzandingiz bo'lsa, pampers bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi, ishqib 0 bo'ladi-da mana shu narsa. Biznesning mohiyati nima? Qarang, tasavvur qiling, siz mana yerda yashaysiz, uyingiz bor, ha? Tasavvur qiling. Qishloqda yuradiganlarda ko'pchilik bitta muammo bor. Suv yo'q-a bizda. Ha? Suv tashib kelamiz. Biz ham necha kilometrlab, kilometr emas, necha metrlab suv tashib kelganmiz. Biznesni men shu suv tashib kelishga o'xshataman. Qarang. Mana siz turibsiz bu yoqda, qo'lingizda ikkita paqir. Bordingizda, ikki paqir suvni olib keldingiz, yuzga olib kelyapsiz-da. Bir kun uchdingiz, ikkinchi kun tugaydimi bu narsa? Yana borib kelishingiz kerakmi? Borasiz, kelasiz. Borasiz, kelasiz. Haligi suvni yig'adigan kompressoringiz bo'lmasa, faqat borish kelish bilan o'tadi umringizda. Olib kelayotgan suvingiz keyingi kunga yetmayapti. Agar siz tasavvur qiling, bordingizda shu kunlik suv yo'qda, lekin g'ayrat qildingizda, shu yerdan ariq kovladingiz, mana shunaqa. Ariq kovlab oldingizda, shu yoshlang tortib keldingiz deylik. Mana shu yerdan bitta kran ochdingiz. Kranni qo'yib qo'ydingiz mana shu yerda. Shu jo'mragi turibdi. Mana shuni borib shlang tortib kelishga ancha vaqt ketadi. 1 oy ketar, 2 oy ketar, yil ketar endi. Lekin tortib kelganingizda istagan payt shuni ochasiz, suvni ichib olib, xoling 2 paqir to'ldiring, xoling 1 konteyner to'ldiring, o'sha ochadigan jo'mrak bo'ladi. Mana yashash, oylikka yashash, mana shlang tortib kelish, vaqtinchalik tortib kelganingizda suvsizlikdan qiynalasiz, lekin bir marta qiynalasiz. Umringiz oxirigacha xohlagan payt uyingizdan jo'mrak ochgan payt suv chiqadi. Mana shu narsani oltin biznes deydi. Ya'ni siz harakatlanmasdan o'zingiz xohlang uyda, xohlang boshqa joyda turgan paytingizda ham pul keladigan narsani oltin biznes deydi. Xo'p, biznesning mohiyati mana shu. To'liq tushunaman desangiz. Nima uchun kerak ekan? Har kuni suvga bormasligingiz uchun kerak. Har kuni ishga bormasligingiz uchun kerak. Xohlasangiz ishga ham boring, suvingiz ham bo'lsin. Shu oliy maqsadi borlar, davlat ishida ishlab, dalishga karyerani qilish mumkin. Karyera kerak narsa. Karyera kerak narsa. Lekin biznesni nima uchun qilib qo'yish kerak? Masalan, menga turist beradimi, Kremsen dars beraman sizlarda. Haftasiga bir marta. Sizlarda $100 berishadi xolos. Avstriyada Kremsen universitetida dars beraman, oylik $100. Bu aytayapman, haligi biznes rivojiga darsga chaqirishganda, shu yerda soatingizga $100 beramiz deyishgan, men yo'q degandim. Sizlarga borishimda boshqa motiv bor.
Что diplomatiyada ishlashning boshqa motivi bor. Buni kelajakda gaplasharmiz. Lekin u ishni yo'qotishdan men umuman qo'rqmayman. Nimaga? Bu yo'q bo'lganda boshqa kelib turadigan joylari ko'p. O'shaning uchun kerak. Ya'ni yo'qdan sizga davleniya bo'ladigan bo'lsa, yuqoridan qandaydir boshliqdan buyruq bo'ladigan bo'lsa, sizning prinsiplaringizga, qonuningizga, kelajagingiz to'g'ri kelmaydigan. Siz istagan payti turib berishingiz uchun kerak. Poraxo'r bo'lmasligingiz uchun kerak, xullas kalom. Agar davlat ichida ishlasangiz, yuzingiz yorug', Alloh taolo oldiga borganda vijdoningiz toza bo'lishi uchun kerak.